Assalomu alaykum og'aylar, mana buni ikkita Tiko kelgan bugun. Bu akamizga mexanika ekan, avtomat Tiko kalibrator turgan ekan. Endi tavsiya qildik, o'zimizda sotiladigan kalibratorlarimiz bor, aka qo'yib beraylik bitta kalibrator, mexanika o'ppasin bir yo'lda. Qisqasi qo'ydik. Mashina vobshe shokoladda ishlayapti, zo'r ishlashlariga gap yo'q. Rasxodni o'lchaylik deb 100 gram benzin har doimgidek mana rovna 100 gram benzinda iluvdik. Hozir mana ko'rsat endi. Qisqasi mana shu 100 gram benzinda iluvdik, mana bir 50 gramcha oshib qopti. Yurgan kilometraji mana qarab turinglar, o'g'aylar. Akam eshik ochilmayapti-yu. Mana yurgan kilometraji. Men telefonim qariroq bo'lib qoldi. 2 kilometr 200 mana. Telefonim cho'tta qariroq bo'lib qoldi. Mana 2 kilometr 200 yurdi. Yana 50 gramcha benzin oshib ham qoldi bunda. U degani 2 kilometr 200 4,5 ta ishdi. 100 ga hali mashina o'chgan yo'q. Mana yana tagida mashincha benzin oshib ham qoldi 50 gramcha. Degani endi 4 tadan ham ozroq ichib qo'ydi deganida bu. Mashina ishlashlari zo'r. Og'ayni bitta yurgizib qo'yasin mashinani. Mana egalari ham yonimda turibdi, eshitib turishdi mana. Izlayishlar bo'lsa, mana shu karburatordan bor hozir bizda bu nalichi. Yurgizaylik. Mana ishlashlari. Qanday ishlayapti mashina. Mana 2 gramlik baklashkamiz. 0 qilib qo'yib chiqib ketganini. 2 kilometr 200 yurib yana tagida ashincha benzin oshib ham qolibdi mana. Mana qo'yinglar. Ko'chib oling bo'l.